bitta jonini 40 mingga bo'lib, tunlarni tonglarga ulagan onam. Oyning shu'lasiga dardini ilib, Allohdan omonlikni so'ragan onam. Eng so'nggi linchi dardi tashvishi, farzandim dilbandim deya bemehr dunyoga mehr ilinib, qalbimizga muhabbat to'shagan bu mening onamdir, jannatim onam. Assalomu alaykum azizlarimiz. Barchangizga xayrli oqshom tilagan holda jannati, ona zaminimizni, jannati onajonlardan birini bugun Boltabek mahallasida 30-sentyabr sanasi tabriklash uchun tashrif buyurdik. Demak azizlarimiz, Dilmurod otamiz xonadonini qirolichasi Malohat onajonimizni beshala farzandlari tomonidan tabriklaymiz. Onamiz buni bilmaydilar. Kutilmaganda ularni xursand qilamiz. Kuzatishda davom eting va biz bilan birga qoling. Like bosib qo'ying. Qo'lim ko'ksimda do'stlar, assalom. Niyatim nurdek pokdek bo'ling demak. Shirin so'z ko'p yurib ko'pdir xush kalom, lekin salom so'zi bardan bo'lak. Assalomu alaykum mehribonlarim, shirin so'z lutfida gavhar konlarim, bizni kutganlar, kutmaganlar, mehrini yo'limizga tutgan barcha qadrdon aziz insonlarimiz. Kelinki bugun Fayzi xonadonda aziz mehmonimiz Boltabek mahallasini Fayzi xonadoni Dilmurod akamiz xonadonida Malohat onajonimizni yo'qlab kelganmiz. Kelinki onajonimiz go'zal qirolichamizni guldiroz qarsiylar sadosida davramiz markazga taklif qilib qolamiz. Dunyoda yashash boshqacha, onalarni topdi-yu mehri boshqacha. Kirsalar ilohim 80-90 yoshgacha, onalar bor dunyoda yashash boshqacha. Onajonim umringiz sog' bo'lsin. Malohat onamiz sizmi bo'lasiz? Umringiz ziyoda bo'lsin. Bugungi shukrona kuningiz 65 bahoringiz muborak bo'lsin. Otamiz bilan qo'sha qaring. Buyursin. Farzandlar kamolini ko'rmoq. So'ngsiz mehnatlar qildingiz gashtini surmoq. Qo'sha qaring, qo'sha pir bo'lib. Xonadoningizda to'lsin, yor-yor o'lanlar. Onajon, to'g'risini ayting, surprizlar kutganmidingiz? Yo'q, kutmagandim. O'ylab ko'ringchi, bugungi tashrifimiz kim tomonidan bo'lishi mumkin? Bitta qizim, bitta o'g'lim bor. Demak, qizlarim qilyapti deyapsiz. O'g'lim qilgani siz. Farzandlarim. Albatta, farzandlardan kutyapsiz. Chiroyli hayotni tuhfa aylagansiz. Farzandlari shoxday birday saylagansiz. O'zingiz emas, faqat bolangizni o'ylagansiz. Siz bunday yoshlarga loyiqsiz. Dunyo turgunicha turing, doim e'zozda e'zozlanib, ardoqda ardoqlanib yuring. Agar mumkin bo'lsa, bitta guldiroz qarsiylarni qarslatib qo'yamiz onamiz shaniga. Umrlari uzun bo'lsin. Endi mehr guldastalarini topshirib qo'yamiz.
bo'lsa ham onalar bolam hatto yuraklari xasta bo'lsa ham onamiz sabrlari uzoq bo'lsin. Onajoningizga bo'lsin. Azizlarimiz, kerakki bugun onajonimiz uchun go'zal e'tiroflar, go'zal tabriklarni bajo etar ekanmiz. Ham quyoshim, ham ko'kda oysiz. Malikalar ichra begoyim, baxtimizga tojsiz onajon, yashnab turgan baxtsiz onajon. Demak, muhtaram aziz mehmonjoylarimiz, onajonimiz xursand emasga o'xshab turibdilar, ha? Xursandmiz onajon? Ana shunday kulib turing. Kulib turing, chunki kulish sizga yarashar ekan onajon. Kulsangiz dunyo yorishib ketar ekan. Bugun mehr berib o'stirgan farzandlaringiz, to'rtala qizingiz, bitta o'g'lingiz eng go'zal ehtiromlarni, eng go'zal tashakkurlarni siz tomon yo'lashimiz iltimos qildilar. Dunyolari kerakmas yonimda bo'lsa. Ajinlari yarashgan xo'sh chiroyligim, shodligim bir dunyo jilmayib kulsa, onam meni jannatimdir, otam davlatim. Onajon, sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Dunyo turguncha turing. Doim izozlanib, ardoqlanib yuring. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolam, chaqan deb umri adoqim. Mehnatdan yorilgan qo'li qadoqim. Birda suyanch taqsiz, birda shongan bog'. Siz biling, farzandlar uchun Xudo bergan tortiqdirsiz. Kela turib ola, to'rtala qizingiz bitta bo'lsa ham 10 ta o'rnini bosuvchi o'g'lingiz Asliddinjon bilan suhbatlashdik. Suhbatimiz davomida bilasizmi, ularga qanaqa ta'rif beraylik, tanimasak, bilmasak deganimizda, onam dunyodagi eng soddadil insonlar. Ular mehnatidan qadr topganlar. Otam bilan qo'sha qarasanlar. Otam halollikda tengsiz. Bizni halol luqma yedirib, to'g'ri tarbiya qilganlar. Jamiyatda o'z o'rnimizni topishimiz uchun bilimli, ilmli qilib faqat bolam deganlar. To'g'risini aytsam, ularni mukammal ta'riflash uchun menda so'z yo'qdir. Ular dunyodagi jamiki so'z boyliklarini poyandoz qilsangiz-da kamlik qiladigan zotlardir. Ular bilan faxrlanaman. Chunki shunchalik chiroyli tarbiya berdilarki, hech qachon birovni onasiga havas ham qilmadik. Bu oq, bu qora, bu yaxshi, bu yomon deb dunyoni tanitdilar. Ming bitta kamchiligimiz bilan seva oldilar. Biz nima qildik ular uchun? Onajon, bilmay dilingizga ozor berib qo'ygan bo'lsam, kechiring. Kechiring men deyin farzandingizdan. Balki farzandlar ichida yaxshi farzand bo'la olmagandirman. Ammo onalar ichida eng yaxshi ona sizsiz onajon. Meni qanday duo qildingiz ona? Meni qanday duo qildingiz ona? Omad ostonamni o'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz ona? Alamlar qo'limni qo'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz ona? Tuproqni ushlasam, aylanar salga. G'animlar boshimga otgan toshlari yetib kelgunicha aylanar parga. Meni qanday duo qildingiz ona? Yonim kiysam ham ishim bityapti. Har kuni ko'nglimga kirmoq istashib, baxtlilar eshigimda poylab turibdi. Meni
qanday duo qildingiz ona. Gullar ochiladi qadamim sari. Bolam deb bir kulib qo'ysangiz bas, yorishib ketadi yuragim qari. Meni qanday duo qildingiz ona. Anduqlar to'kilgan tomchi yoshim yo'q. Faqat shodliklarda ko'zlarimda nam. Borsizki, birovga egar boshim yo'q. Meni qanday duo qildingiz ona. Onajon, jannat sizning poyingizda bo'lsa. Yomonlik tilaysizmi hech bolangizga? Sizni ranjitsam kim bo'lay axir? Siz dunyo turguncha turing, doim e'zozimizda e'zozlanib, artoqimizda artoqlanib yuring. Sizga yaxshi ko'ramiz. Sho'xliklarim balki sochingiz barvaqt oqartirgan. Halol mehnat qo'lingizni qabartirgan. Taginim sizni mehri daryo yaratgan. Siz borsiz baxtiyor har bir ona. Siz borsiz, yo'q dilimda armonim degan. Bugun beshara farzandingiz bo'ldi. Onajon, bir so'zni aytamiz. Farzandlaringizga baxshida qilgan umringiz evaziga jannat sizga mukofot bo'lsin. Jannatisiz. Ravzi jannat xoki poyingizda. Bugun Asliddinjon nasib bo'lsa tilagim duodan ijobati Xudodan. Jannat onam poyida, otamning duosida. Ularga cheksiz tashakkurlarimni izhor aylar ekanman. Farzandlik burchini, qarzimni ado qilib o'zganimcha yo'q. Inshaalloh Ka'batulloh qarshisida ehromlarni kiydirib, nasib bo'lsa duolarni olib, tizlash cho'kib, rozliklarni olishlik baxtningga nasib etsin degan hamma farzandlaringiz bo'ldi. Kelinki shu dilomalar shaniga bitta qarsiylarni qarslatib qo'yinglar. Anida muhtaram aziz mehmonjonlar, hammaning tilagi o'zgacha lekin onajonimizni borlarcha qabul qilgan, borlarcha sevib olgan inson, bugun hammadan ham xursand bo'lgan umr yo'ldoshlari, turmush o'rtoqlari, Dilmurod otamizga tilaklari bo'lakchi bo'lsa ajab emas. Eng chiroyli niyatlarni, ko'zlarga qarab ayta olmagan qalbingizdagi samimiyatlarni bildirish fursati. Marhamat ota. Avvalambor assalomu alaykum aziz farzandlarim, opakalarim, nevaralarim, sizlar mana shu umr yo'ldoshim uzoq bo'lsin. Nima niyat qilamiz, niyatlarga yetsin. Bizlar birga o'qiganmiz, birga bir barchada o'tirganmiz, birga turmush qurganmiz. Mana farzandlarimiz bor, Xudoga shukr. Hammasi bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroyli, yaxshi. Aqlli, xushli. Ular qo'sha qarsin qo'shganlarimni yaxshilik kunlari ko'p bo'lsin. Mana bizlarga shunchalik e'tibor qilgan ekan, bularga ham Xudo e'tiborda bo'lsin hamisha. Shu mana shu video olayotgan ukalarimiz ham umri uzoq bo'lsin. Dinimiz ham umri uzoq bo'lsin. Farzandlarimiz baxtiga sog' bo'lsin hammasi. Bizlar nima qilamiz? Qo'limiz duoda faqat. Bularga duo qilamiz. Umri uzoq bo'lsin deymiz. Bularning huzuriyatini ko'raylik deymiz. Yaxshilik kunlarini ko'raylik deymiz. Faqat yaxshilik kunlarda mana xizmat qilishlaringizni so'raymiz Allohdan. Katta rahmat, umrijoningiz ziyoda bo'lsin. Anida muhtaram aziz mehmonjonlar, onajonimiz juda ham jiddiy turibdilar yoki tabiatdan shunaqalar. Yo'q bo'lmasa bugungi surpriz yoqmadi. Agar surpriz yoqqan bo'lsa, hozir qalblardan kechayotgan kechirmalarni bildirishlariga ruxsat beramiz. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta qarsiyda qarsatib qo'yinglar. Xudo yaqindan kelganlar, opalarim, qizlarim, kuyovlarim, hammasi sog' bo'lsin. Qo'shganlarimni qo'sha qarsin. O'g'illarim, meni baxtimga, xo'jayinim hammasi sog' bo'lsin. Nevaralarim, kelinlarim, qizlarim, opa-ukalarim, o'g'illar hammasi sog' bo'lsin. Shularni yaxshi kunda birga bo'laylik. Rahmat deganlar, e'tiborlaringiz uchun. Uyda ukamlarga ham, yaxshi kunlarda, to'ylarda boraylik. Hamma yaxshi niyatlarga yetsin. Katta rahmat. Bilasizmi Malohat onajon? Bir otani, bir onani ko'nglini eta olsang shod, Makka Madinani etgan kabi obod deb bejiz aytishmaydi. Agar sizning farzandlaringiz oz bo'lsa ham qalbingizga xursandchilik baxshida qilgan bo'lsa, biling, dunyodagi eng baxtli farzand sizning farzandlaringiz bo'ladi. Ilohim, qaytar dunyo deyishadi bu dunyoni. Qaytkiligini qaytarsin. Nasib bo'lsa, mana shunday chiroyli kunlarning boshida sizdek duogo'ylar bosh bo'lib
tursunlar deb niyat bildiramiz. Keling aziz onajonimiz uchun bugun shirinliklarimiz atalgan. Hayotlari ko'rinishidek go'zal, ta'midek shirin bo'lsin deb shirinliklarni tortiq aylaymiz. Poyiga oqsta gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Onamizni, otamiz umrlari uzoq bo'lsin. Olamiz, lekin nimagadir qo'yishimiz kerak. Sanchqi, vilka, tarelka degan narsalar ham kerak bo'ladi. Katta rahmat, Kenoy umrjoningiz ziyoda bo'lsin. Ana endi onajon pichog'ini ushlang. Ota-onamni qo'llaridan mahkam ushlab oling. Sizni ko'rgan qurol-qurolichalar ham xalos qilsin. Ayıcığınızga, dadacığınızga, umringiz uzoq bo'lsin iloh. Endi Kenoyi tortimizni olib qo'yasiz, chekaroqqa, rahmat. Umrjoninglar ziyoda bo'lsin. Nasıl olsa shirinliklarimizni dasturxonlarga qo'yasiz, xudo xolasa. Endi ana shu to'rtala qizni yonida tog' bo'lib turgan onajon, tinglayapsizmi? Hayolingiz boshqa joylarda. Gapiryapman, onajonim umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatan bolam deydi-da o'zbek. Qarang shu bo'lgan. O'zini tug'ilgan kuni bo'lsa ham yana bag'riga bolasini bosib turibdi-da. Shunaqa bo'ladi o'zbek. Onalar asli shunaqa bo'ladi. Onani yaratmasin ekan. Onalar bor, dunyo yashash boshqacha. Ularning mehri, tafti o'zgacha. Kelingki, hamma farzandlaringiz nomidan mikrofon muhrini Asadin o'g'lingizga bersam-da, qalbidagi samimiyatni, sizni ko'zingizga qarab ayta olmagan dil istaklarni bildirishlariga ruxsat bersam. Bilinki azizlarim, muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Onani sevmaydigan insonni muhabbati yolg'on bo'ladi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Bugun onajonim tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Yuzlar kelsin. Bizlar baxtimizga otam, enam sog' bo'lsin, opalam baxtiga. Sizlarga ham katta rahmat. Nima deymiz, bari yaxshi tilaylar sizlarga. Rahmat shular. Endi onajoningizni bizga bosib qo'ying. Dadajoningizni ham bosib qo'ying. Mana shu kunlarga yetkazganlarning shukri uchun. Yemay yedirib, kiymay kiydirib, bilimli, ilmli qilib sizni jamiyatga tortiq qilib, o'yli, joyli qilib, rohatini, baxtini ko'rsat Xudoyim deb Allohdan so'ragan dadajoningiz, onajoningizni borlariga ming shukronalar bo'lsin. Keling aziz ota-onajonlarimiz, baxti butun o'g'il qizlar bo'lsin muborak. Azingizdan borguvchi izlar bo'lsin muborak. Murodxona atalgan to'yxonalar, qoshonalar, uyxonalar muborak. Siz uchun charang topsa eng chiroyli kinobalar muborak. Ana endi ota bir jentelmen bo'lasiz. Onam qo'llaridan tutasiz. Davralarga taklif qilasiz. Maza qilib davra fayziga fayz kirgizsinlar. Qani marhamat. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamasiz uchun
onam benim, bebe canım benim, ana canım benim, hala ham yanımda var anam benim. Geçeki gün sever, ertege kaytmaydı, kuş bu günlerge hiç nima yetmaydi. Borimni berayman, o'qib erkalayman, siz uchun bugün sho'xidan kuylayman. Bebe canım benim, ona canım benim, olamda ikkingiz yagonam benim. Bebe canım benim, ona canım benim, hali ham yonimda armonam benim. Bayramlar mübarek olsun. Bebe canım benim, ana canım benim, olamda ikkingiz yagonam benim. Bebe canım benim, ana canım benim, hali ham yonimda bargonam benim. Devam edin. Uyimizning farishtasi o'zingiz, ma'noli har bir aytgan so'zingiz. Uyimizning farishtasi o'zingiz, ma'noli har bir aytgan so'zingiz. Quvonchdan yayrar bugun ko'zingiz, quvonchdan yayrar bugun ko'zingiz. Farzandingiz baxtini ko'ring onam, nilbandingiz baxtini ko'ring onam. Ana canım, cana canım, mehribanım anam. Bende canım, uyuğu barım, her bir anım anam. Ana canım, cana canım, mehribanım anam. Bende canım, uyuğu barım, her bir anım anam. Siz üçün atalgadir sho'xshay bu kuy taronam. Siz üçün atalgadir sho'xshay bu kuy taronam. Yuzga kelganimda ham yonimda bo'ling onam. Yuzga kelganimda ham yonimda bo'ling onam. Qadamingiz atri gullolazor, atrofingizga to'lar bolazor. Qadamingiz atri gullolazor, atrofingizga to'lar bolazor. Dunyolar ko'zlarimga kelsa tor, dunyolar ko'zlarimga kelsa tor. G'am yemayman yonimda onam bor, g'am yemayman yonimda onam bor. Ana canım, cana canım, mehribanım anam. Bende canım, uyuğu barım, her bir anım anam. Ana canım, cana canım, mehribanım anam. Bende canım, uyuğu barım, her bir anım anam. Siz üçün atalgadir sho'xshay bu kuy taronam. Siz üçün atalgadir sho'xshay bu kuy taronam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. Yuzga kirganimda ham yonimda bo'ling onam. Ana jo'rimiz bilan birga o'ynasizlar. Piyolani ham davraga taklif qilamiz. Marhamat.
salomat bo'linglar. O'yin kulgidan yaratgan Allohim ayirmasin. Aziz duo bo'yin keling yonimizga yaqinroq. Onajonim xursand bo'ldingizmi? Surpriz yoqdimi sizga? Umrijoningiz ziyoda bo'lsin. Endi onamiz bebola yotmas ekan, bebola turmas ekan, bebola hech qayerga sig'mas ekan. To'g'rimi onajon? Ilohim bag'ringiz butun bo'lsin, bolalaringiz sog' bo'lsin. Bag'ringizga quchgandan berilarda kamolini ko'ring. Davra-davralarni suring. To'ylarda bosh bo'lib, chimildiq minbarlarda duolar qilib turishlik otamizga sizga nasib etsin deb niyatlarni bildirdik. Nasib bo'lsa qadamingiz muqaddas Ka'baga yetsin. Hoji ota, hoji onajon bo'lingki, yana xonadoningizga farzandlar taklifi bilan tashrif buyurib, hoji to'ylar muborak bo'lsin deyishlik baxti bizga ham nasib etsin. Bugun sizga ilinganimiz aziz onajon ushbu tabriklar dildagi eng iliq nomalar edi. Az bo'lsa ham xursand qilgan bo'lsa biling biz maqsadimizga to'liq erishdik. Yaratgan Robbimdan qalbingizga xotirjamlikni, xonadoningizga qut barokatni so'rab qolar ekanmiz. Inshaalloh ko'zingiz ko'rishdan, oyoqlar yurishdan, qalbingiz urishdan to'lmasin. Otamiz bilan qo'shcha qarib, kamida 100 yoshlarga kirganda ham farzandlarga bosh bo'lib turing deb niyat bildirdik. Sizga go'zal ehtiromlarni qilgan 4 tala qizingiz, 4 tala kuyovingiz, bitta keliningiz, bitta o'g'lingizni eng go'zal ehtiromlarni yetkazdik. Bularni yaratgan Robbim o'zi ajri, mukofoti bilan siylasin. Nasib bo'lsa xonadoningizga faqat yaxshi kunlarda darxonangiz, to'yxona, murodxonalarga ochilgan vaqtida kelishlik nasib etsin. Muhtaram aziz mehmonjonlarimiz, oltinga teng vaqtinglarni olib qo'ydik, ming bor uzr so'raymiz. O'z navbatida har bir yillarni xonadoninglarda totuvlik, xotirjamlik, hukmronlik qilsin. Baxt doim xonadoninglarda mezbon bo'lsin. Keliki bugungi olingan oltin tasvirlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarida Nilufar Vlogs ya bo'lmasa bu mening onam deb qidirasiz. Olingan oltin tasvirlar bahramand bo'lasiz. Har biringlar Allohga omonatsiz. Ya'ni shirin diydorga qadar deymiz onajonimiz bugungi 60. Salomat bo'linglar.